oila bekasi sifatida ayol nafaqat bolalarni parvarish qiladi, bolalardan oldin erini parvarish qiladi. Erni kiyimiga qaraydi. Erning kiyimining kirligi ayolning yuzidir. Erning ko'ylagini, yoqasini kir bo'lishi ayolning yuzi. Ya'ni uyda tahoratxona, hojatxona bu erning yuzi bo'ladi, birodarlar. Shuni tushunib olaylik. Uyimizdagi tahoratxonamiz qanchalik toza bo'lsa, u bizning yuzimiz. Oshxona yoki erning yoqasi yoki erning kiyimi ayolning yuzi bo'ladi. Ayol erini parvarish qiladi, unga kir kiyim kiydirmaydi. Bir kun kiyib keldimi, kiyimlarini tortib bo'lsa ham yechib olish kerak. Ayoldan paypog'ini bir marta kiyib keldimi, ayol yechib olish kerak. Qaytib o'sha paypog'ini kiydirmas kerak, yuvmasdan. Ana shunda u erini toza, pokiza saqlay oladi, parvarish qiladi. Ana shunday vazifalari bor.